Hazrati Musa alayhissalom ko'chada ketayotib, Alloh taolo u kishiga buyurdiki, o'zingdan bir maqom past odamni topgin desa, odamlarning ichidan topolmagan ekanlar. Hayvonlarning ichidan o'zingdan bir maqom pastini topgin deganda, hayvonlarning ichidan qidirib bir itni ko'ribdilar. Shu junlari to'kilgan, achinarli holatda yotganini ko'rib turib, mana shu mendan pastmikin deb dillariga keldida darrov istig'for aytdi. Balkim bu Xudoning huzurida shu it mendan baland bo'lsa deb o'ylab turib, Parvardigor eng yer yuzida battaringni men ekanman degan ekan. Payg'ambar Musa alayhissalom. Shunda Alloh taolo aytgan ekanki, agar shu itni mendan past deganingda payg'ambarlarning ro'yxatidan ey Musa seni o'chirgan bo'lardik degan ekan. Qarang, endi biz o'zimizga qanchalik baho berib yuryapmiz-da? O'ziga baho qo'ygan odam azizlar najot topolmaydi.